Hozir ham klientimiz keldik. Maslahatlashmasdan kanalizatsiya qilgan, mana bunaqa vix chiqarib qo'ygan hovlisiga. Bu vixdan doimiy ravishda hovliga hid anqib turadi mana shunaqa. Uyda yashaydiganlarga bu hidi bilinmay qoladi, chunki doimiy ravishda shu hid chiqib turgan hisobiga mehmon kelgan odamlarga, qo'ni qo'shnilar kiradigan bo'lsa, hidini sirasi biladi hovlida kanalizatsiya borligini. Bunga bir yechim qilganmiz. Ichkarini ko'rsatamiz. Buni yechimini men bu ichkaridan kirgan kanalizatsiya turbamizga 25 lik turba teshib turib, mana bunaqasiga cherdakka chiqaverganmiz. Da hovlidagi boyagi 100 lik turbani yopib tashlaymizda, kanalizatsiyaning dimlanib qolgan hidlari mana shu 25 turba orqali tepaga chiqib turadi. Cherdakka qarab, cherdakdan keyin u gaz osmonga qarab tarqalib ketaveradi. Hovliga qaytib tushmaydi u. Shunaqa qilsanglar, sizlar ham hovlilaringga teshik og'ziga turba qoldirmanglar, mana shuni tepaga chiqarib kerak ichkaridan. Shunda hidi ham odamni bezovta qilmaydi. Shunaqa. Sheriklar, ustozlar bular. Ustozlar.